Assalomu alaykum jigarlarim, tinchmi, salomatmisizlar? Xo'p, sizlar bilan Lionbet kontori depozitimiz 5 million so'm. Yangi yilga yangicha ko'rinishdagi strategiyalar, yangicha video, yangicha kontentlar faqat Zanos 711 YouTube kanalida. Xo'p, olma o'yiniga stavka qo'yishni boshlaymiz. Hammalarni Yangi yil bayraminglar bilan tabriklayman chin qalbimdan. Bundan keyin, bundan buyog'iga endi har kuni yakkalik kuponlar, layflar, so'nggi yangilangan versiyadagi apklar hammasi Telegram kanalimizga tashlab turiladi. Bemalol o'tib foydalanishingiz mumkin. Xo'p, olmaga strategiya qanaqa? 200 stavka, ikkinchi qatordan bitta tepaga, to'rtinchi qatordan bitta tepaga, oxirgisi o'rtaga edi. Xo'p, uchtada bitta dagon, mana bu uchinchisi. Xo'p, xo'sh, 500 mingga dagon. O'xshab beradi, 100% o'xshab beradi. 100% o'xshab beradigan strategiya bu. Nima deyapti? Nima deyapti jigarlar? Men nima degandim? 100% o'xshab beradi degandimmi? Xo'p, yana bitta qo'shdim. Ikkinchi strategiya tak. Ikkinchi qatordan bitta o'rta qator, to'rtinchi qatordan bitta, yana o'rta qator va shu yerda olamiz. 241 yetadi. Xo'p, normalniy foyda. 2.310.000 so'm foydaga chiqib oldik. Xo'sh. Scratch card. Xo'p, jigarlar, promokodlarimiz va bonuslarimiz faol ishlamoqda. Lionbet kontorasini yuklab olamiz. Zanos 711 promokodi orqali to'liq ro'yxatdan o'tsangiz, birinchi depozitga $800 va 150 ta free spin gamesga bonus beriladi. Undan tashqari, AdinXbet kontorasida Zanos 707 promokodi orqali DBBet, Xparibet, Fundparibet, Winwin kontorasida, Melbet kontorasida, Mostbet kontorasida, Bitwinner kontorasida hammasida Zanos 711 promokodi orqali to'liq ro'yxatdan o'tsangiz, $500, $800gacha birinchi depozit uchun va hafta, juma bonusi, dushanba bonusi va tug'ilgan kun bonusiga ega bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, 200 mingga chiqib olamiz. 4 ta 5 ta aylantirib olamiz. Bundan ham yaxshigina foyda bersa, juda ham zo'r bo'lar edi. Tillatanga bitta bormi? Yo'q. Xo'sh. Oqizadimi endi bu? Xo'p, 4x dan keyin 400 mingga dagon bilan bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 tada 4x beryapti, bu kam. Xo'sh. 2. Davay. Bitta o'xsha. Blat, kamda bu. Bu ham kam. Kattaroq x bermaydigan bu. Qo'ygan bu nima balo bu? 4x. Davay endi. Bitta kattaroq. 10 mi? 15 mi? Tak. Qayta olamiz 50 mingga. Hozir buni boshqacha yo'l bilan. 4xdan keyin dagon. Gapirgancha dagonga chiq bilat. Pidaras. Xo'p, 500 mingdan ketdi. Xo'p. Davay endi. 4x. Bitta 10. Bitta 10. Yaxshi. Yana bitta. Orqasidan bitta. Bitta. Voy, pidaras. Yaxshi 4x. 7.700 ga qaytib oldik. Xo'p. Go'zallik 125 mingdan. Davom ettiramiz. 2. Yana 2. Yaxshi. 750 ming yutuq. Xo'p. 8.410. Normalniy bu ham. Games Odyssey.
Jigarli eslatib o'taman, bu realniy bo'layotgan narsa. Misol 250 mingdan stavka. Hozir mana shu video yutadimi, yutqazadimi 100% men YouTube kanaliga qo'yaman. Agar yutqazgan bo'lsam, yutqazdim deb chiqaraman, yutgan bo'lsam, yutdim deb chiqaraman. Hammasi realniy narsalar. Xo'sh, mana 5x bor. Xo'p, sariq. Tak. Sariq kerak edi. Xo'sh. Xo'sh. 5x dan keyin berarmikan? Voy. Yaxshi. Ketma-ket 5x. Yaxshi beryapti. Linebet yaxshi beryapti. 1.410.000. Tak, 10.410.000. 410.000 risk qilib ko'ramiz. Xo'sh. Tak, qizil kerak o'rtaga. Bor, sariq. Sariq bor 2x ga. Uy, 10x ga qo'shmadi. 10x ga qo'shmadi. Xo'p, 492 mingni olmaganmi? Nimaga? Tak, keling mana shu o'yinni bitta o'ynaylik. Xo'sh, 48 mingdan strategiya bo'yicha 5 ta ozroqqa bosamiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta. Xo'p, 3 ta dona ko'pga bosamiz. Mana 3 ta. 7 ga 3 tada bitta dagon bilan ketdi bu yog'i. 3-chisida o'xshab beryapti. Xo'p, yana bitta ko'rsataman shu strategiyani. 2-chisi, 3-chisi, 4-chisi va 5-chisi. Xo'p, ko'proqqa bitta, 2 ta, 3 ta. 7 tani o'ziga ketdi 3 tada bitta dagon. Dagon. 2 ta, 3 ta. Dagon. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Dagon. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Bitta, 2 ta, 3 ta. Bitta, 2 ta va 3 ta. Bu onangizga boshqacha o'ynayapti bu chot. Hozir 10 millionni oqvardik. Bitta dona bormi? Nima deysizlar? O'rtaga bitta. Olamizmi? 8.980 ming. O'rtani bosmoqchi edim. Mayli shu joyda olamiz. O'rtada yo'q ekan. Xo'p, yana bitta qo'shdim. Ay, bilgandim mana shu joyda ketishini. Ay, bilyat. Xo'p, 2.400.000. Xo'sh. Yuragim tez urib ketdi bor-ku o'zi ham. 12.460.000. Xo'p, bitta Urgut tunosidan chakadigan joy yerlar. Deganlar. Bitta nos chekib olamiz hozir. Normalniy foyda qildik hozir. 7,5 million so'm toza foyda. Xo'p, Indian Poker. Shu o'yinni ham bitta o'ynab ko'ramiz. 100 ming so'mdan 5x bor. 10x yaxshi. Xo'sh, 200 mingga chiqamiz. Qani, ko'ramiz nima berarkan. Bu yaxshi. Bol chiqamiz. 14,5 million. Bu o'yindan chiqamiz. Normal oldik bundan. Xo'sh. Qaysi? Kristalmi? Kenjigalar mana bu joyda cashbackni yoqib qo'yishni unutmang.
qarshi o'yinni ko'p o'ynaydigan bo'lsangiz, o'sha 2 tashni qo'shib qo'ysangiz sizga bepul aylantirish yig'ilib turadi. Xo'p, 150 mingdan. Mhm. 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 Xo'sh, 300 mingga chiqib olamizda. Yaxshi. Sariq bor. Yaxshi. 03. Tak. Nima bor tepadan? Hech narsa yo'q. 5x. Yaxshi. Tepadan yashillarmi, nimalardir o'yna. Tak, 16 million. Bo'ldi. Mana shu joyda to'xtatamiz jigarlar. 16 million yetadi. Normalniy foyda qilib oldik. 11 million soqqa qildik. Xo'sh, azartga berilmaymiz. Azartga berilmaymiz. 3 baravaridan oshiqroq ko'tarib oldik. Jigarlar, video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lsa, bitta like bosishni unutmang. Telegram kanalimizga o'tib qo'ysangiz, bugun sizlarga ajoyib bo'lgan o'tadigan kuponni tashlab qo'yaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi kontentlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha.